Quyonlarga pasport olishni boshlaymiz biz ham, hurmatli kuzatuvchilar. Buncha quyonga bizda yana ham oz pasport olaylik, mayli. Bularga qayerdan ism topamiz? Ism topsa bo'ladimi bularga? Shu yerda o'zida bir 30 tadan oshiq quyon bor. Albatta hazil. Hurmatli kuzatuvchilar, shu quyonlarimiz toza Italiya xigol quyonlari sotuvga tayyor bo'ldi inshaalloh. Sotiladi. Nomerlarimizni qo'yib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Toza Italiya xigol quyonlari. Mana bu yerda karlik baranimiz ham bor. Sotuvda. Mana mavlarimiz ham bor endi. Bu para. Bu ham sotiladi. 4 oylik yaqinlashib qoldi baranlarimiz. Mana bu yerda yana bitta bor. Maşallah, juda go'zal. Samka bu ham 4 oylik yaqinlashib qoldi. Xudo xohlasa sotiladi bularimiz ham. Mana bu yerda suv idishlarimiz bor, ya'ni paylkalarimiz. Nomerlarimizni albatta qo'yib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa. Mana quyonxonalarimizni tozalab qo'ydik. Endi hozir tozalikka amal qilinglar deb mas'ul xodimlar yuribdi ekanu. Uyatsiz uy bo'lib qolmaylik deb tozalab ham qo'ydik. Albatta like'larni bosib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, poddeshka qilib. Shu quyonlarimiz inshaalloh sotuvda toza Italiya xigol quyonlari go'sht yo'nalishida tez tayyor bo'ladi, ko'p bola beradi, bolaga yaxshi qaraydi. So'yishga tez tayyor bo'ladi. Rahmat hammaga, hammani firmasiga baraka bersin. Albatta like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.